Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kun kech bo'lishiga qaramasdan Sergeli tumani Yangi Darxonda 3 xonali uyimiz sotuvga chiqmoqda. Uyimiz to'liq obzorini men sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafimiz kirib ko'rish bo'ladi. O'zini shunaqa prixojniy mebellari qoladi. Kirib kelishdan chap tarafda tualet qismi bo'ladi. Tualetimiz vanna bilan smejniy holatga olib kelib, tualetimizni kladovka qilib qo'yishgan ekan. Bu yoq tarafimiz vanna qismi. Ko'rishingiz mumkin. Kirib kelishimizdan to'g'rida oshxona qismi joylashgan. Oshxona qismida shunaqangi mebel texnikalari qilib qo'yilgan. Xudo xolasa mebelimiz qoladi. Kir mashina, xolodilnik, bitovoy texnika olib chiqib ketilinadi. Mebellar qoladi deyishdi. Oshxonadan to'g'ri balkon qismiga o'tib ketsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Uyimiz 16 etajli novostroykani 10-etajda joylashgan. Xo'p. Bu yoq tarafimizda zal qismi pardalar qoladi. Mebellarni olib chiqib ketamiz deyishdi uy egalari. Keyingi xonamiz distka qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mebel texnikalarini bu yoqnikini olib chiqib ketishadi, divanlarni. Bu yoq tarafimiz bo'lsa spalniy qismi bo'ladi. Bu yoqda ham mebellarni olib chiqib ketamiz deyishdi. Pardalar qoladi. Jaluzilari bor ekan o'zida. Uyimiz obshiq hisobda 74 metr kvadrat. Uyimiz narxini sizlarga 65 mingga qo'yib qo'ydik.